yosh edik. Xurshid Davron bir kvartirada yashardi. U mana просто bog'da o'rtasida edi. Qish payti ikamiz o'girilib ikki tarafga qarab she'r yozishganmiz. Shunda shu she'r yozilgan. Va ertasi Xurshid yozuvchilar uyushmasida mushoira bo'lgan edi. Shunda Usmon bir she'r yozdi kecha, menga juda yoqdi, shuni o'qib bersin degan. Shuni she'rda o'qib berganman. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlarda ibigan shahar. Uxlab qolding, yig'lab, qon yutib, ko'ringanda ufuqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga tongimni, olib keldi bu oqshom bilan uzoqlarda qolgan jonimni. Mening sarson umrimga oydin rivoj tilab uch chekdi fig'on, oyog'ini tavob qildim men. Dunyoda eng omadsiz o'g'lon, u hech narsa qilmadi talab. Ming o'rgildi qoshi ko'zimdan, uning qaro sochlarini silab, butun kechdim hatto o'zimdan. Yomg'ir yog'di, maydalab, mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qaytalab sevasanmi deya so'radim. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlarda ibigan shahar. Sen ketasan qayga qon yutib, meni qayga boshlaydi sahar. Yomg'ir yog'di, mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qaytalab sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir yog'di, mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha